Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz bugun Pro 100 programmasida Pro 100 salonda mana bu proyektni o'z egasiga topshiramiz. Bu proyektimizni klientga shuni holatda tashlab beramiz. Klient telefonida xotirjam uyida mebeli qanday joylashganligini ko'ra olishligi uchun biroz sifat sizlarga pastroq bo'lib borayotgan bo'lishi mumkin, chunki buni tezlikda qilinganligi uchun sifatiga uncha ko'p ham ahamiyat bermasdan yasatilgan. Shu holatdagi mebelga buyurtma olganmiz va buni birgalikda siz bilan mana shu holatda mijozga tashlaydigan joyimizgacha chizmalarini chizamiz va undan tashqari buni kesishlari, teshiklari hammasini birgalikda belgilab umumiy mebelni bitgunga qadar siz bilan birga ishlaymiz. Xo'p, sizlar bilan Kamina Islomjon Davlatchayev va biz boshladik. Mana shu interyerni biz hozir Pro 100 da birgalikda chizamiz. Xo'p, uning uchun bizga Pro 100 dasturi kerak bo'ladi. Albatta menda pullik versiyasi, CNC versiyasi, kimdadir tekin varianti bo'lishi mumkin. Bizga umumiy xona kerak bo'ladi. Hop, bu yilgi o'zi 6-zakazimiz 16-yanvar va klient bu siz aziz do'stlar, siz deb qo'ya qolay. Siz Islomjon esa dizayner. Yashayotgan meblimiz Palnigator. Endi xonamizni razmerlari 6 metrga 4 metr, balandligi 290. Biz 6 metrga 4 metr emas, hozir chizmamizda 580 ga 380 ekan. Shuning uchun biz 6 metrga 4 metr qilib belgilaymiz. 20 santimetrdan devor ishligimiz uchun. Xonamiz tayyor. Avvalo endi bizga devor kerak bo'ladi. Biz o'lchaganimizda birinchi detalni qo'yamiz va uni devor sifatida foydalanamiz. Devorimizning chekka qismi 20 santimetr va uni chuqurligi ham 20 santimetr. Endi o'rtada eshik bor. Eshik razmeri bibliotekada endi tayyor eshik bor edi, xuddi shunaqa eshik. Biblioteka dver eshik. Bu eshikni joyga o'rnatib olamiz. Eshik balandligi esa 230 ekan. Hop, qizil chiqayotgan narsa bu. Shu narsani detali berilmagan, shuning uchun qizil ko'rsatyapti. Biz bunga ruchkasiga qora ruchka beramiz. Ruchkamiz tayyor. Birinchi albatta bazi salonda mijoz uyini yasab olishimiz kerak bo'ladi. Ana endi bizda joyimiz 380 qoldi. Eni esa 580 edi. Shuning uchun bu tomonga ham devor qo'yib olamiz. Bu tarafdagi devorimiz 60 santimetr ekan. Patologgacha, bu tomondagisi esa 80 santimetr ekan. Glubinasiga yozyapman. Sekinlashtirib o'zingiz yasab ko'rib, keyin ko'rib tushunib olishingiz osonroq bo'ladi. Hozirda hammasini tushuntirib o'tishga biroz qiynalishim mumkin, chunki menda savol beradigan odam yo'q. Xo'p, devorimiz qalinligi 16, mana shirina
joyini biz 20 santimetr qilib belgilab qo'yamiz. Ya'ni millimetrda ko'rsatiladi bu yerda 20 millimetr. Bu tomonda ham devorni xuddi shunaqangi shaklda belgilab olgan edim. Endi tevaga regel qo'yib olamiz. Regelimizning balandligi yerdan 2.30 balandligida ekan, 2.30 va biz buni yerdan 2.30 tepalikka chiqib qo'yamiz. Teva regelimiz ham tayyor. Xonamizning asosiy karkas qismi tayyor. Bu tomonlari oddiy devor va bizga endi eshik kerak bo'ladi va mana bu eshiklarni nalishligi, deraza kerak bo'ladi va eshiklarni nalishligi. Buning uchun bizga oddiy bir detaldan derazani ishlab olamiz. Buni qalinligi 4 santimetr kfadan qilingan bu detalimiz. Z variantda tikka holatga keltirib olamiz va burchakka joylashtiramiz. Nima sababdan birinchi xonani tayyorlayotganimni aytib o'taman. Bu bizda materiallarda mana bunday kesishimiz uchun chiqarganimizda detallar chiqib kelmasligi uchun biz xonani avvalo yasab olishimiz kerak. Akfamizni chetidagi ramkalari tayyor. Endi bunga rang beramiz. Rang berdik. Tashqarisida esa chiroyli manzara edi. Mana bunaqangi chiroyli manzara edi. Hop, tashqariga svet bo'limiga o'tamiz. Mana bu qismni yoqamiz va bu yerdan bizga osmon kerak. Qandaydir neba. Bu neba yo'q. Bunaqa emas. Yaylov, shunaqangi yaylovga o'xshagan joy edi. Qo'yaylik. Bir qator qarab olamiz. Bu yerlarda qadrlar, demak, dacha tepa tog' yonbarida, ya'ni jar tepasida joylashgan yoki ikkinchi etajda joylashgan xona. Xo'p, bizda bu yaylov ikkinchi yaylov. Yaylov ham bunaqangi tepalikni berayotgani yo'q. Shunga o'xshash biror bir nima qo'yamiz endi. Qaysidir qismini o'xshatsak bo'ladi. Sekin aylantirib ko'ramiz. Mana shu qismlari qanaqadir o'xshab ketadi. Kompyuterda ishlashimizda biroz qiynalishi mumkin. Biz atrof muhit qo'yganimiz uchun, shuning uchun atrof muhitni o'chirib qo'yib turamiz va muhim atrof muhitni tanlab oldik. Endi mana bu mebelimizning rangi oq bo'ladi. Belgilatki eshigimiz oq edi, ruchkasi qora. Endi biz bunga dabor hamda nalishligini chizib olamiz. Daborni olamiz. Kerakli joyga joylashtiramiz. Bu komandalar bilan ishlashni darslikda ko'rsatib o'tganman. Ya'niki bir tugmani bosganingizda mana bu tugmalar ishga tushadi. Bu tugma bunisi o'ng tomonga suradi detalni, bunisi chap tomonga suradi. Mana tekkunga qadar, bunisi tevaga, bunisi esa pastga, mana bunisi oldinga suradi. Mana doskani oldinga olib kelib bo'ldi, tekkunga qadar, ya'niki mana bu yerda devorga tegib to'xtadi va bunisi ortga suradi.
Endi bizni ikkinchi oknoyimiz ikkinchi detalni tanlaganimizdan keyin ochiladi. Z yo'nalish bo'yicha buni o'girib olamiz va teva daborni qo'yib oldik. Ya'ni endi bizga nalishniki kerak bo'ladi. Nalishliklarimiz 9 santimetrdan. Buni o'girib olamiz frontalniga. Buni razmeri 9 santimetr. Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Bir detalni tanladim va ikkinchisini tanladim. Ikkinchi tanlaganim o'zgarmaydi, birinchi tanlaganim o'zgaradi. Ya'niki birinchi detalni ikkinchi detalga nisbatan uzunligidan qat'iy nazar o'ng tomonini to'g'rila tugmasi bilan biz buni bu yerni tekis qilib qo'ydik. Mana perdedan ko'rishimiz mumkin. Bu yondagi daborni shunchaki yopdi. Agar buni 1 mm suradigan bo'lsak, ko'rinishi kerak. Mana 1 mm surildi. Biz ro'pardan daborni o'rnatib oldik. Chichqonchani o'ng tomonini bosgan holatda oldinga qilsa yaqinlashadi, orqaga qilsa uzoqlashadi. G'ildirakni ham oldinga orqaga qilsa uni yaqinlashib uzoqlashtiradi. Chichqonchaning o'ng tomonida agarda siz qaysidir bir muqim mana bu ko'rinishlardan birida bo'lsangiz, o'zini u yoq bu yoqqa o'zgartiradi, suradi. Agar siz perspektivada bo'ladigan bo'lsangiz, unda aylantiradi. Agarda detallar ko'p bo'ladigan bo'lsa, chichqonchani o'rtasidagi aylantiradigan knopkani bosgan holatda ushlab aylantirsangiz ham bo'ladi. Endi bizga teva qo'sh kerak bo'ladi. U ham balandlik 9 santimetr. Endi buni mana bu yerga olib kelamiz. Buni bu nalishnikni yoni bilan tekislab va suramizda mana bu keraksiz ortiqcha detalni olib tashlaymiz. Endi bizga plyontus kerak bo'ladi. Ushlaymiz va plyonusimizning balandligi 6 santimetr. Bu qizarib qolayotgani shu detallarning ichiga kirib qolganligi qizarib qoldi. Endi biz bir tarafni plyontusini joylashtirib oldik. Endi bizga keyingi tarafni plyontus kerak bo'ladi. Devor bizga biroz xalal qilmoqda. Surib oldik. Endi bu tarafni ham plyontusini qoqib olamiz. Endi bizga boshqa bir tomonimiz qoldi. Xo'p, bizni xonamizda mana bu yerlarda ham plyontus bor edi, adashmasam. Plyontus ko'rinmabdi. Demak, bu yerga plyontus qadashimiz shart emas. Aslida bor, lekin qadashimiz shart emas, chunki parda ortida qolib ketar. Lekin bu yerda daborlar bor ekan. Mana o'sha dabor hamda nalishniklari turibdi. Hop. Bu yerdan kopirovать oldik. Kopirovать olish chichqonchani chap tomoniga qo'yolmagan holatda o'ng tomonini bosasiz va tortsangiz bunda ko'payadi. Xuddi shunday qilib ko'paytirishimiz mumkin. Bunday qilib ko'paytiryapman ham. Endi buni devor burchagi bilan teng qilamiz. Endi keyingi daborni joylashtiramiz. Dabor ham joylashtirildi. Endi bizga tepasidagi dabor kerak bo'ladi. Biz X yo'nalishi bo'yicha buni aylantiramiz va tepasiga qo'yib olamiz. Mana bizga derazaning dabor ham tayyor. Endi bizga nalishniki kerak bo'ladi. Nalishnikdan bitta kopiya oldik va uni markazga joylashtiramiz. Yonga suramiz va bu detalni ostidan tenglashtiramiz.
glubinasi 9 cm, balandligi ishning tevasi va oldi bilan tekis bo'lishi kerak. Tevasi va oldi bilan tekis qildik. Buni yerga tushiramiz. Keyingi tarafga ham olishimiz mumkin. Orqasi bilan. Keyingi ko'payib ketmasligi uchun, ya'niki mana bundan orqasi bilan tekislab, buni kattalashtirganimizda o'tib ketmasligi uchun mana bu yerga vaqtinchalik kolonni qo'yib turgandik. Bu kolonni ochib tashlaymiz. Xo'p, bizni asosiy xonamiz shunday ko'rinishga keldi. Endi bizga aboy kerak bo'ladi. Aboy emas, bizga pol kerak bo'ladi. Birinchi parketni olamiz. Parket mana shunday ko'rinishdagi parket edi. Yo'liga ekan. Yo'liga ham parketimiz bor. Ana endi patolog. Patologimiz tevada ko'rinish bu yerda. Har tarafdan qochgan va har tarafda led chiroqlar joylashgan bunda. Parda tomondan biroz ko'proq qochgan ekan. Mana bu yerda patologni qo'ygan joyimizda biz xonamizni razmerini ko'rib olishimiz mumkin. Xonamiz razmeri 580 ga 380 edi. Mana shu xonani razmeri devordan tashqari buni balandligi 11 cm. Faqat 11 cm qo'yishadi patolog ustalarimiz va har tarafdan 10 cm qochgan bo'lsa -20, bu tarafdan -20, bu tarafdan -20 va yana -10. Chunki kechasi bu tarafdan emas. Mana bu tarafda -10. Ya'ni deraza tomondan. Endi 20 cm bu 30 cm bu yerda qochib turibdi. 10 cm 20 cm bu yerda qochib turibdi. Biz orqadan pozitsiyasiga o'tib, pozitsiyasida orqadan +10 va yondan mana yondan +10. Ana endi bu yondan 10, bu yondan 10, bu yondan 10 va mana bu yerdan 20 qochdi. Bizga bu tomondan 20 qochish kerak edi. Biz yonga yana 10 qo'shib qo'yamiz. Endi xonamizni patologi ham tayyor. Xonamizni patologi oq rangda ekan. Oq rangda. Rangi bu shu yerdagi oq rangni topishlik uchun mana bu pinsepni olamiz. Pinsep deydimi, nima deydi buni? Xullas shunaqa naychani olamiz. Naychani olib bosamiz. Bu o'sha material qayerda joylashgan bo'lsa o'sha yerga olib borib beradi. Bibliotekani qaysi tomonida turgan bo'lsa bossak o'sha yerga o'zi olib borib beradi. Patologimiz joylashdi. Endi bizga patologimizdagi o'rtasida mana bu yerda ikkita qora chiziqli led ketgan ekan. Mana o'rtacha 40 cm dan devordan qochgan holatda ikkita led yoki qora stik ketgan ekan patolog. Va o'rtada markazda bitta lustra ham bor. Endi bizga qora led kerak bo'ladi. Buni balandligi 2 mm va shirinasi 2 cm. Kechirasiz. Balandligi 2 mm, shirinasi 5 metr. Taxminan oldim 5 metr deb. Glubinasi esa 2 cm. Mana o'sha led tayyor.
tevaga suramiz va uni rangini qora beramiz. Ushlab bersang ham bo'ladi yoki 2 marta bossang ham bo'ladi. Bu patologimizni markazda joylashgan va orqasiga tekislab qo'yganimizdan keyin mana burchakka joylashdi. Endi buni biz 40 sm orqadan qo'shamiz. Nazat plus 40. Ya'ni 400 mm. Buni oldiga ham joylashtirib olib, buni endi orqadan minus qarabsizki, ikkita led chirog'imiz joylashdi. Endi bizga lustra kerak bo'ladi. Menda xuddi shunaqa bitta lustra bor edi. Biblioteka другие emas. Bolalarning to'poloni biroz ko'payib ketganligi uchun endi tinchlantirib keldim. Aylantirishga kerak emas. Nima qidirayotgandik? Lustra qidirayotgan edik. Elementda svetda bizda lustra bo'lishi kerak. Lustrani katalogga qaraymiz va bu katalogdan tomonlama markaz qilamiz. Ya'niki bu yo'nalish bo'yicha markaz qildik. Mana bu esa glubina, ya'ni chuqurlik tomonidan ham markaz qildik. Mana bizda lustra ham joylashdi. Endi mana bu ikkita qora stikni biz led qilib belgilashimiz kerak. Ikki detalni tanlaymiz va uni svojствosiga kirgandan keyin material bo'limidan svetilnikni yoqib qo'yamiz. Bo'ldi. Patologimiz ham tayyor. Endi devor xonaga rang berishimiz qoldi. Materialda bizda svet bo'limidan shunaqa rang tanlashimiz kerak. Kuk desangiz kuk emas, zangor desangiz zangor emas. Bormi? Shu rang o'xshaydimi? Shu rang o'xshaydi. Bizda sekin o'sha xona paydo bo'la boshladi. Agarda sezgan bo'lsangiz. Faqatgina bitta kamchilik mana bu yerdagi okno. Biz agar svet bo'limidan buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, kechirasiz. Bizda orqa fonda yaylov ham bor. Endi yaylovni svetkani o'chirib biroz yorqinroq qilsak, işte endi biz xonani o'zgartirmaydigan darajaga kelib bo'ldik. Bizga kechirasiz, mana bular nalishlik biroz tevroqqa chiqib qolgan ekan. Mana bu xuddi shunday bo'lsa kerak. Tushib qoldi, kechirasiz. Emas, nalishlik bu daborni tagi bilan tekis turishi kerak. Endi kolonnaga kirib qoldi, kolonnamiz qizarib qoldi. Lekin tortib pastga chagagan joyiga qo'yib qo'ydik. Nima deysiz? Xonamiz o'xshadimi? Shu xonaga. Mana bu yerda bitta rozetka va bitta kulchator ham bor. Va gul bor, parda bor. Xonamizda
bizda hali kamchiliklar bor ekan va gilam bor. Xo'p, rozetkani bibliotekadan albatta sizda ham shunday mendan olgan proyekt bo'ladigan bo'lsa, shunday bibliotekalar bo'lishi kerak. Bibliotekada beshoka interyerda infiltrator va rozetka. Mana sizga bitta infiltrator va bitta rozetka kerak bo'ladi. Yonma-yon qo'yib oldik. Negadir yonma-yonga o'xshamadi. O'chirib tashlaymiz. Rozetka emas ekan. Rozetka. Endi guruhga o'girib orqaga surdik devorga va nisbatan devor tomonda, eshik tomonda va yerdan rozetka ko'pincha 90 cm balandlikda joylashtiriladi. Endi bular qizil rangda turganini sababi bularda material hali berilmagan. Biz bularga qora material berishimiz kerak. Chunki bu yerda qora rozetka va infiltratordan foydalanilgan ekan. Va gilamni qo'ymay turamiz, chunki gilam shkaf hamda divan o'rtasida joylashgan, necha santimetr joylashganini bilmaymiz. Bizga ayon emas. Shuning uchun gilamni qo'ymay turamiz va parda bilan gultuvakni qo'yamiz. Gultuvagimiz bor, hamma proyuzda bo'ladi bu gultuvak. Va mana bu pardalarni ham joylashtiramiz. Bu sentrovka qiladi. Bu tugma qaysi detalni ushlab sentrovka qilsangiz, o'sha detal atrofida aylanadi. Rakursingiz. Diqqat markazimni shu detalga qaratib oldim va shu tomonga endi biz parda qo'yishimiz kerak bo'ladi. Materialga kiramiz. Materialdan storydan bizga mana bu parda bitta kerak. Va bizga mana bu ikki parda ham kerak. Bu yoqda hozir bu tarafda bir guruhga tiqib qo'yamiz. C grupповать. Qaytarib patolog yoniga yaqinlashtirib qo'yamiz. Keyingi ichki qismi narishnidan qochmagan holatda, bunisi esa narishning yopgan holatda turibdi. Endi bularga pardaga ham rang berib olamiz. Pardamizga jigar rang berilgan ekan, old qismidagi material bo'limidan jigar rangni beramiz. Biroz ochroq ekan, to'qroq jigar rang.
keling mato bo'limidan qo'yaylik. Tikanli adetda ko'proq matolarimiz bor. Ko'proq menimcha o'xshaydi. Endi mana bu ikki ochirog'iga ko'proq parda beramiz. Endi bu parda biroz shaffof holatda bo'lishi kerak, chunki orqasidagi devor ko'rinishligi uchun. Biz bu ikki ichki pardaga material bo'limidan prozracheniyni yoqib qo'yamiz, berib qo'yamiz. Unda shaffof bo'lib qoldi. Bizga bunchalik shaffof kerak emas edi. Buni o'chirib, biz materialni o'zini shaffofligini yoqib qo'yamiz. Bu yerdan prozracheniyni 15% qilib qo'ysak, biroz ichkari ko'rinadigan holat bo'ldi. Ichkari juda unchalik ham ko'rinmayapti. Keyin yana ko'proq qo'shib qo'ydik. Endi orqadagi nalishnik biroz ko'rinish berdi. Endi kompyuter bilan qarang, yaqinlashtirib uzoqlashtirganda biroz qiynalyapti, chunki bu yerda detallar ko'paydi, chiroqlar ko'paydi va hamda orqada mana bunaqangi fon berib qo'ydik. Kompyuterga kuchlanish kelishi boshladi. Shu sababdan undan tashqari ekran zapt qiladigan programmamiz ishlamoqda. Kompyuterning kuchi yetmaslik qolishligi mumkin. Shuning uchun svet bo'limidan biz atrof muhitni o'chirib qo'yamiz. Atrof muhit o'chgandan keyin biroz yengilladi. Xonamiz deyarli tayyor. Bu yerda bizga gul kerak bo'lar edi. Gul bibliotekada doim bo'ladi. Sveti uchta gul bilan chiqadi doim proyus. Mana o'sha gul tuvak. Burchak qismida joylashib turgan edi. Bu pardaga kirib qoldi, lekin buni ziyoni yo'q. Ko'rinish jihatdan pardaning ichiga kirib qolgan holatga kelmadi. Sizga o'sha rakursdagi xonani kechirasiz. Kameramiz uzoqqa ketib qolmasligi uchun mana bu yerga bir kamera qo'yib olishimiz kerak. Bu yerga joylashtirib, diqqat markazini shu detalga qaratamiz va bu detalni o'chirib tashlaymiz. Ana endi xonani aylantirsak, shu detal turgan joydan aylanib ko'rsak bo'ladi. Mana bizda o'sha mijozimizni uyi tayyor bo'ldi. Bu mijozimiz endi uyini ko'ra oladi. Biz tashlab beradigan detal orqali. Xo'p, bu funksiya qirralarni yumshatib ko'rsatadi. Mana bu yerdagi qirralardagi chiziqlarni yo'qotdi va guldagi qirralarni yo'qotdi. Agar buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, qirralari ko'rinib turadi. Ana endi birinchi xonani yasaganimizning sababi keltir aql hamma detallarni tanlaymiz va uni bir gruppaga tiqamiz va svojствosiga kirgan holatda отчетdan spiska detalyani o'chirib qo'yamiz va ana shunda ana o'shanda bizga bironta ham detal bermadi raskroy uchun. Hop, ovozim yaxshi yozilyaptimi? Bir eshitilayotgan ekan, mikrofon ishlab turibdi. Hop, endi biz mebellarni chizishni boshlaymiz. Bizga birinchi o'rinda qaysi mebel kerak bo'ladi? Ko'p mehnat talab qiladigani odatda trimo bo'ladi, lekin biz shkafdan boshlab qo'yib qolamiz. Shkaf eshik balandligi bilan deyarli bitta chizig'ida turibdi, biroz eshikdan balandroqqa ham o'xshayapti. Agarda eshigimiz 2.30 bo'ladigan bo'lsa, shkaf 2.40 balandligida ekan.
Endi bizga shkaf chizib olishimiz uchun mana bu xona bizga biroz xalaqit berishi mumkin. Biz bularni hammasini skriti qilib bekitib qo'yib turamizda, u ro'parada xotirjam ishlab, yengil ishlayapti endi kompyuterimiz. Ro'parada mebelimizni yasab olsak bo'ladi. Shkafimiz birinchi bizga bokovina qismi kerak bo'ladi. Shkafni odatda men bokovoyga 50 santimetr qilib belgilab olaman. Balandligini keling 2.30 va biz yana bir narsaga ahamiyat berishimiz kerak. 380lik xonada o'rtacha 1 metr yoki bo'lmasam 1 metr atrofida joy bor. 380 demak 280lik shkaf. 280 emas, 280 ni agarda 6 ga bo'ladigan bo'lsak 1 2 3 4 5 6 ta. Kalkulatorga murojaat qilamiz, chunki biz asosan shu 280 bo'lamiz 6. 46 yo 6. Bu eshigimiz o'rtacha 45 santimetr. 45 ko'paygan 6. 270lik shkaf. Ya'ni bu yerda 1 metr 10 santimetrlik joy bor. Ya'ni mana bu eshik ochilganda tegmasligi uchun. Shkafni men ro'parada chizdim, chunki menga qulayroq ro'parada chizish. Birinchi bokovoyga joylab oldim va birato'la unga kromka ham berib ketaman. Ya'niki 2.30 tomoniga bir dona kromka va balandligi nomi esa bokovoy. Qisqa qilib bak deb beramiz. Endi ikkinchi bokovoyga berishdan avval krishka ham qo'yib olishimiz kerak. Bu shkafni aslini olganda xona tepaligida joylashganligi uchun, ya'niki ikkinchi etajda bo'lganligi uchun shkaf bu yerga osonroq kirishligiga 3 bo'lim shkaf qilib olib borilsa ham bo'ladi. Bu yerda eshiklar, tutqichlar ko'paytirib qo'yishgan qanday texnik xatolik bo'lishi mumkin yoki har bitta eshik alohidadan ochilishi ham mumkin. Keling biz shu xatolikni to'g'rilab ketamiz. Shkafimizni eni 45 santimetrdan bo'lsa 90 santimetr, o'rtada zazor uchun 3 millimetr tashlasak plus 3 va yondagi shkafga ham xalaqit bermaslik uchun yana 3 millimetr qo'shamiz, ya'ni 96 va buni chuqurligi 50. Bokovinani krishkani yoni bilan tekis qilib olamiz. Birinchi korpusimizni diqqat markaziga chaqirib oldik. Dinoni qo'yamiz. Krishkani nomini krishka beramiz va bunga kromka belgilashimiz mumkin. Kromkani men krek varianti beriladigan holatda mana bu bo'limdan beryapman. Asosan kromkani men bu yerdan beramiz, chunki ishlab chiqarishga tatbiq qilish, berib yuborishlik uchun bu yerdan bergan afzal. Chunki teshiklarini agarda biz mana bu yerda beradigan bo'lsak ko'rsatmaydi stanok. Lekin bu programma hozirda O'zbekistonda juda ham kam odamda bor. Balki umuman yo'qdir, balki bordir. Juda kam odamda bor. Chunki men surishtirgan Pro-Use foydalanuvchilarni bari krek variantdan foydalanishar ekan. Buni ichiga joylashtirib olamiz va bu yerdan 9 santimetr tevaga ko'tarilib turadi. Bunga kromkani belgilamadik. Kromkamiz tutup va bu nomi dno. Endi bizga sokil kerak bo'ladi. Olamiz va frontalga joylashtirib
old qismi bilan to'g'irlab nomini biz Sokil deb nomlab olamiz. Chrome shart emas va orqa tomonga ham bitta qo'yib olamiz. Bizda shkafimizni asosiy korpusi tayyor. Endi vaqtimiz ko'payib ketmasligiga qarab qo'yibman. Birinchi eshigimiz balandligi o'rtacha rozetkamiz agarda 90 da joylashadigan bo'lsa, mana bu yerimizda 90 da turibdi. Agarda bu 20 santimetrlik g'aladon bo'ladigan bo'lsa, bu yergacha yerdan bu yergacha 70 santimetr joy bo'ladi. 9 santimetr chiqib ketadigan bo'lsa 61 santimetrlik eshik bo'lishi mumkin. Bizga aniq razmerlar berilmagan. Shu dizayn qarab balandligini 61 santimetr qilib belgilaymiz. Va eni esa 40 santimetr, 45 santimetr edi. Ikkinchi eshik ham 1, 2, 3 mm uzilgan holati. Buni tagi bilan tekislab pastdagi eshigimiz joylashtirib oldik. Va buni guruhga qo'shib 20 santimetr deb belgilaymiz. 20 santimetr biroz katta. Yo'da kichikroq. Keyin eshik bu bitta o'zi ekan. 90 qilamizda, kechirasiz zazor bilan 93 plus 3 93 va 3 mm tevaga ko'tarib oldik. Va buni ham teva bilan tekislab qolamiz. 20 biroz katta. Biz buni bitta qilib belgilab qo'yaylik. -3 mm orada zazor bo'lishligi uchun. Endi bu 3 mm kesganimda tevadan tushirib qo'ydi va shuni 3 mm tevaga strelka yordamida 1, 2, 3 marta bosib ochib oldik. Mana periodidan qaraydigan bo'lsak, uch mm zazor berdi. Endi bunga biz material beramiz. Bu tashqi ko'rinishi. Bular eshik bo'lganligi uchun eshik deb yozib olamiz. Eshik. Va kromkasini hamma tarafiga belgilab chiqamiz. Zerikarli bo'lmayapti degan umiddaman. Bu esa tortmaning yuzasi bo'lganligi uchun yuza deb nomlab qo'yamiz. Yuza. Endi biz material berishimiz kerak. Material bo'limiga kiramiz. LDSP dan rangi adashmasam oq yoki oq emas. Oq bu bo'lsa bu kashmir. Oqdan ko'ra biroz to'qroq ekan. Kashmir materialini beramiz. O'rtasiga esa dub beramiz. Tashqi ko'rinishi deyarli o'xshadi. Strukturasi yonga qaragan ekan. Biz buni strukturasi yon tomonga qaradi. Avval tikka turgandi. Biz uni qo'ydik. Endi bizga mana bu yerda to'siq kerak bo'ladi. Ishlaymiz. Yuza hamda eshikni o'rtasiga dinon qo'yishimiz uchun ikkinchi bo'lib dinonni tanlaymiz va uchinchisiga eshikni tanlaymiz va
mana bu komanda bilan o'rtasiga olib berdi. O'rtasiga olib berdi. Endi bu yerda bizga tortma kerak bo'ladi. Tortma sizlar bilan birgalikda elastik tortmalarni yasagandek, men ko'proq tandem tortma ishlataman. Tandem tortma. Mana o'sha tortmamiz bilan birga yasagan tortma. Aylantirib oldini yugurib olamiz. Keshiklari bilan turibdi. Balandligi 17 dan oshib ketmasligi kerak. 14-6 ekan. Yaxshi. Va buni chuqurligi 45 cm. Oldiga chiqib ketdi. Yuzaga tekkan holatda. Endi yuzani past qismi bilan yozamiz. Endi bizda mana bunday ko'rinish keldi. Yuzaga material beramiz va buni bir marotaba razgruppovat hamda tortma bilan yuzani birgalikda gruppovat qilamiz. Ana endi biz tortmani tortganimizda chiqib ketmaydi, qochib ko'rishimiz mumkin tortmani. Hech qayerga surilib ketmaydi. Bu yoqqa chiqib ketmaydi. Tortmamiz tayyor. Endi bizga umumiy jihatdan teshiklarni ko'rsatmay tursa yaxshi sizga aytganimizda. Bizga endi tevada tortib tushirgani veshilka kerak bo'ladi. Element bo'limidan element joylashtirib bo'ldi. Endi tevaga joylashtiramiz. Tevadan 6 cm pastga tushirib qo'yamiz. Vniz minus 6 cm tevadan tushdi. Tortmamiz, veshilkamiz tayyor. Bu ayollar kiyimi uchun. Mana bu yerga bitta polka qo'yishimiz kerak ekan. Oldi eshikning markaziga joylashtirsak va bu eshikka tegib turgan holatda bo'lsa ham tamom. Mana tag qismi taxmon uchun, tevasidagi joy tortma paypoq yoki shuni singari kichik kiyimlar uchun, tevasi esa veshilka. Bizning birinchi korpusimiz tayyor. Buni gruppaga olamiz. Shundan bizga yana ikkita kerak bo'ladi. Sizki bizda shkaf tayyor. Endi ruchka joylashimiz kerak. Ruchkani olamiz. Bunday bejirim ruchkamiz bor. Va bu ruchkamizning balandligi ruchkamiz sariq tilla ruchka ekan. Biz bu ruchkani shuni o'zini ushlab turib, keyin qora bersak, boshqa tillalar ham qoraga aylanib qolmaydi. Mana bu yerda eshigimiz bor edi, eshigimiz tilla aralashgan edi. Bu eshikni mana bu yerga teva va yoni bilan tekislaymiz. Oyna uslubida qilib, keyingi eshikka ham joylashtirib qo'ydik. Guruhga joylab, bu eshik, keyin bu eshik tag qismi bilan tekisla va o'rtasiga oldi buyuramiz.
Endi tortmamizni ochish uchun push variantidan foydalanishimiz kerak, lekin push varianti doim ham yaxshi yechim emas bu yerga, chunki bu yerda eshikni ochib veshilkani tortgan mahalda suyanib yuborish mumkin va bu ochilib ketishi ehtimoli bor. Shuning uchun keling bularni o'chirib tashlab qo'yaylikda. Biz mana bunga ruchka ochamiz. Ruchkani ham ochib olamiz. Fasonni hozir nima qilganimni bildingiz-a? Eshikni tanladim va mana bu yerdan fason kesish forma kesishga o'tdim va nuqta qo'shib oldim. Ya'ni bu orqali o'rtadagi yon tomonda 10 santimetrdan qolsa yetadi, 15 santimetrdan qolsa ham yetadi. Demak, hozir bizda 7,5 santimetrdan oshiqcha joyi bor. Shuning uchun buni o'rtaga olamiz va plus 15, ya'ni 7,5 15 bo'ladi. Biroz uzaydi va 2 marta bosib bu yerda tugma hosil qildik. Tugmamizni esa pastga 3 santimetr tushiramiz. Ana endi buni o'rta tomondan ikkala tomondan minus 6, ya'ni 3 santimetrdan 6 santimetr yaqinlashtirdik. Mana bunaqa forma yuzaga keldi. Endi bizga bitta shuni o'zini guruhga qo'shib qo'yganim razvirovka qilib tortamizda orqasiga buni spesialitaldan o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'ydik. Ko'paytirib oldik oldi tomonidan tortmani va buni chuqurligini 4 mm beramiz. Va yuzamizni orqa qismi bilan tevasi va markazga joylashtir deb buyurdik. Endi buni biz dubga bo'yab qo'yamiz. Yo'lini esa materialdan bu endi materialda chiqmaydi. Yo'q, oldi orqa 2 donaligicha turibdi. Kolичество 2 ta. Lekin men qo'shib qo'ydim buni spesialitaldan o'chirib qo'yganim uchun bu chiqib keldi. Bu hamda yuzani bir-biriga guruhlab qo'yamiz va buni qulflab qo'ysak yuzani tanlaganda alohida o'tib qolmaydi. Bu va bu yana guruhga qo'shildi. Tortma joyiga solib qo'yamiz. Mana bizda mana bunday chiroyli tortmalik shkaf yuzaga keldi. Buni yana guruhga qo'shamiz va bunday shkafdan ikkita qo'shib olamiz. Endi veshilkamiz biroz ko'p, polkalarimiz biroz oz va mana bu narxini ko'tarilib ketishiga ham olib kelganligi uchun biz bitta veshilkani olib tashlab полностью bir xonani polka bilan jihozlab beramiz. Bu cho'vi nomi polka, chuqurligi esa 45 qilsak ham bo'ladi, chunki 45 qiladigan bo'lsak o'z joyida turibdi. Bir bo'ydan 4,5 qopti. Bir bo'ydan 4 ta olsa bo'ladi. Va mana bularni ketma-ketlikda tanlab chiqib, bu buyurg'i bersam, bu komandani bersam, orasi hozirda ko'rayotgan bo'lsangiz eng kattasi bu, keyin bu, keyin bu, keyin bu. Bularni hammasini bir xil qilib berishlik uchun bu komandadan foydalanamiz. Bosamiz, hop, hammasi bir xil masofada joylashdi. Ikki chekkada veshilka, o'rtada polka va mana bu yerlarda ham polka. Menimcha endi kiyim sig'ishi muammo bo'lmaydi. Bu shkafimizni umumiy bitta guruhga solib qo'yamiz.
Endi buni joyiga qo'yishimiz kerak. Admin security joylashtirdik. Biroz shkafimiz farq qildi. Ruchka joylashtirdik va har bitta eshikni alohida emas, bitta korpusda xona-xona qilib ajratdik. Endi bizga divan, trimo hamda tumbuchka kerak bo'ladi. Darsimiz uzoq ketmadimi? Hop, 55 minut. Biz keyingi darslikda sizlar bilan divan, tumba hamda divan, tumbuchka hamda trimoni joylashtiramiz. Yasaymiz. Ana shu ko'rinishda. Sizlar bilan Islomjon Davlatshayev bo'ldi. Siz bilan birga qoling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.